Erkaklarda peshobga tez-tez chiqish, peshobga chiqqanda achishish, og'riq holatlari va peshobdan so'ng tomchilab qolish holatlari asosan prostatit kasalligida uchraydi. Prostatit kasalligi bu prostata bezini, oddiy qilib aytganda, erkaklik bezini shamollashi hisoblanadi. Bunga olib keladigan omillar bular nam, sovuq, zax joylarda ishlash, doimiy regular jinsiy hayotning yo'qligi, passiv hayot tarzi, ya'ni jismoniy mehnat qilmaslik, doimiy ishi o'tirib yoki turib qilinadigan ishlar, boshqa siydik yo'llardan kelib tushadigan ikkilamchi infeksiyalar ham bo'lishi mumkin. Asosiy davosi konservativ davo hisoblanadi. Ya'ni dori vositalar bilan davolanadi. Prostatitni oldini olish va davolash uchun albatta nam, sovuq, zax sharoitlaridan ehtiyot bo'lish kerak. Jinsiy hayotni regular qilish, hayotni aktiv tarzda olib borish kerak. Ya'ni doimiy harakatda bo'lish kerak. Yurish, o'tirish, turish imkon bo'lsa, biron bir sport bilan shug'ullanish kerak. Boshqa siydik yo'llarda kasalliklar bo'lsa, albatta uni o'z vaqtida davolash zarur. Va shu jumladan yomon odatlarni tark qilish kerak. Agar sizni yoki sizni yaqinlaringizni shu kabi muammolar qiynayotgan bo'lsa, murojaat qiling, birgalikda yechim topamiz.